Hop, tavofda duo masalasi. Tavofda imkon qadar demak tazarru bo'lish kerak. Allohga oshiqona bir demak talpinish bo'lish kerak. Qalban yukinish bo'lish kerak. Boshqalarga ozor bermaslik kerak. Birov ozor berib qolsa achchiq qilmaslik kerak. Ihromda shu odoblar o'rganiladi aynan. Va tilovat İmam Abu Hanife rahmetullahi alayh tilovatdan ko'ra zikr afzal degan ekan. Tavofda imkon qadar bilganingiz zikrlarni qiling. Asmaul husnoni aytib chiqing. Tavofning duolarini agar qo'lingizda kitobchasi bo'lsa uni qiling. O'zbekcha o'z iltijolaringizni qiling. La ilaha illallohni qaytaring, salovatni ayting mayli. Allohni ulug'laydigan hamma asosan bu yerda Ka'bada Alloh subhanahu va taoloni ulug'laydigan zikrlar qilinadi. Takbir, tasbih, subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Yana boshqa zikrlarni qilavering. Lekin maxsus bir zikr yo'q. Illo rukni yamoniy bilan Hajarul Aswad o'rtasida Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar o'qish bor.